6 oy Angliya firmasida ishlasangiz, qo'lingizda aniq qancha pul qoladi? Hozir hisob qilamiz. Angliyada minimal maosh soatiga 12 funt 21 pens. Haftasiga kafolatlangan ish 32 soat. Bir hafta taxminan 390 funt. Bir oy taxminan 1600 funt. 6 oy 9000 dan 13000 funtgacha. Endi xarajatlarni chiqaramiz. Turar joy ko'p firmalarda bepul, tibbiyot bepul, UK davlat tibbiyoti vizangiz bilan keladi. Ovqat oyga taxminan 150 funt. Siz bir marta to'laydigan narsa, viza 340 funt, aviabilet 300 dan 600 funtgacha. Hammasi 640 dan 940 funtgacha bir marta. 6 oy oxirida qo'lingizda qoladigan sof pul 6000 dan 9000 funtgacha. Dollar hisobida 7500 dan 11000 dollargacha. Bu O'zbekistonda 2 yildan 3 yilgacha ishlash. Ariza qanday topshiriladi? Qaysi agentliklar ishlaydi? Keyingi videoda hammasini aytaman.